Assalamu alaykum balla. Bugün kompüter saklık dersimizin devam başlap ketdik. Onda olsa. Sol sorular vaqtda mikrofon açıp başka vaqtda taqlasan yaxshi. Emsa ekranım nemelen ko'ratamdi? Ekranım nemelen ko'ratamdi? Emsa men ma o'yinni Uyg'urcha dinlaymiz buni. Uyg'urchasini bildiganlar bormi? Uyg'urchasini bildiganlar bormi bu o'yindan? Nima deymiz Uyg'urchada? Do'stlar. Ha? Tag poyezdi deb atganini algan men. Tag poyez bizning burungi dars kitoblarimizda ishlatadi. Roller coaster deydi buni inglizchada. Ma o'yin o'ynab baqqanlar bormi? Yo. O'ynab baqqan yo'qmi? Ben oynap bak. O'yinimiz bormi? O'yinimiz bormi? O'yinimiz bormi? Men. Boylim o'ynag'im bor. Amalim bor. Endi biz buni qaranglar. Endi bir qiziqarli bir narsa endi qaranglar. Keyingi betnachay. Mani ko'rdinglarmi? Mana bu qanday to'xtatdim, ko'rdinglar? Endi bunda xo'pdichu. Mayda öydəliqi biz virus deb öydən sırt çıxamay turgan vaqtda mayda biz ma kichik bola o'ynayotsa ekan to'xshanadigan bu uydagilar qanday qilsa ular deb shunlarnikin mana qo'yibdi. Qaranglar. Televizordan qo'yib beribdi. Qo'yib beribdi. Ana bunda bital nima seplam. Yuqorga yağmış jarayon ashta bo'ldi-ku. Yuqorga yağmış jarayonida bo'ldi-ku. Qaranglar, to'q ko'ryaptilar. Oy. Qahmoq tushdi. Egilmadi da. Diqqat bilan ko'ringlar. O'yinning oxirida men bir narsa ko'rsatdim. Sal uzunroq videoga. Mana qaranglar, ikkinchisi ham shunga o'xshash. Ikkinchiga o'tib ketay. Ikkinchi videoni qo'yib beray. Mana ikkinchisi mayli bir cho'ng odam kichik bilan o'ltirib qaranglar. Sevetdek bir narsa qo'yiblar. Yuqorga yağmış jarayon ostida nima qildi-ku qaranglar, to'yang tushyapti endi qaranglar. Tushib ketdi. Hemen kömür sağlam buldu ha, atlap ötküzürsem buldu ha. Tamam. Aleykümselam. Aleykümselam. Oh no. Sizlarning o'yiningizga keldimi o'yinni? Amalim hazır. Manda o'yinsin payzolamdika, manda o'yinsin payzolamdika. Biz Yok malim. yo'q, lekin bir payz qo'yamiz qaranglar. Malim bek Facebook'daki. Hozir qaranglar. Kichik bolani uyda cho'nglari anda o'yin tutdi. Emniyatda ashuni ustiga chiqib, ashta manga vaqtimi, ashta bir silkinish, mayma xulosh u bu ishlar bo'ldi-ku. Malim. Endi qarang, endi mani yoqtirmaydiganlar bormi?
Hemen bulup oğul valla bak yaptırışmak. Ba muallim ben yaptırmayın ha. Endi men qaranglar, mana bir mana qarang, ko'zoynak taqib, ma virtual reality. VR. Mana qarang, ko'zoynak taqib, manada astidagi narsa his qila oldingmi, ma o'yinning qanday o'ynaladiganligini astida motor va qarang, yo'q, nim qilib o'zgartirib mesela. Ha, mesela adam mana ustida turgan bo'lsa, mana ilgis bas bo'ldi ekan. Endi Bunu sizlar yasamtınız peki? yasaylimi? Bezim qilay. Rekord qaytib bo'ladi hozir. Hozir men o'yinni F1 mashinasida F1 mashinasida deymizmi? Men Formula 1 mashinasida deymizmi? Ma mashina. Bu mashina videolarini jiq ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Endi sizlarga nima demoqchi edsanglar? Men ko'rdim biraylar menda bir narsa yasayapti uyida. Mashinani kompyuterda o'ynaydigan, men ko'rdim kompyuterda. Kompyuterda yoki bo'lmasa telefonda bir narsada o'ynaydigan bir ekranda. Shunlardan kompyuterda mashinamda qayrilsa, mashina egilsa, mana o'ltirgan odammi egildi. Hozir buning videosini qo'yib beraman. To'xtab ekranim sizlarga nima shaklda bordim, ovoz bordim, to'xtab men qayta share qilay. Ekranim sizlarga to'liq nima bo'lishi mumkin. Ovozni bardan shaklda qilmabdi. Men ovoz beribdi, yaxshi. Ovoz beribdi. Chunki men video qo'yib bermoqchi uchun, hozir agar men video qo'ygan vaqtda ovozni anglamagan bo'lsam, anglamadim deyman. Endi qarasanglar, meni qaranglar. Sizlarga ham bir narsa qo'yib bermoqchi. Ma'lum bir nima asli. Men buni kichik deb ma'no qilay. Men ko'rdinglarmi? Hozir ekranni ko'ryapsizlar. Annesini ko'rdinglarmi? Arduino'dan bir turdi. Men ko'rdinglarmi? Men Arduino'niki Uno ekan, men yerdan bilib qoldim. Men asli. Kontrollerdan bilib qoldim. Qaranglar. Buni qanday qilib mashina o'ynaldi-ku. Qo'ldan ketib oldi. Ko'rdinglarmi? Meni ustiga tal mashina o'rnashtirib qo'yibdi. Tepeme çıkmatamdı. Tepeme çıkmatamdı. Başladım abi. Bunu sorum yapsana. Başladım abi. Bu video başladı. Bu tarafı böyle. Kim fikrini deb baqidi, endi kompyuter bilan bu qanday ishkisi tang moslashib harakat qanday qila olgandi? Kompyuterlik o'yin bilan. bilan. Oğlum bu YouTube'dan bir video mu ya ki özü adam oynandı? Hozir adam o'z o'ynaydigini hozir qaranglar. Hozir biz buni qila olsak, buning yo'g'ini qila olamiz. Yo'g'ini qaysi bayam ko'zayib taqvan qaralmay, yana birini hech bermay ko'rdingmi? Men cho'ng odamlarni ko'rdingmi? O'zing o'rniga Bu kichikini yazsak. Kichigini yazsak, buni azroqlam taraqqiy qildirsak, yo'g'inidan birini yasab qilib bo'ldi, shunami? Ashtaqo, kichik aeroplan yasasak, biz azroqli kuch qo'ysak, yo'g'ini yasay olamiz. Oldi bilan men kichigini birini qilib baqali. Bu ne? Sizlar mashina o'yinlarini telefonda mundaq qilib o'ynaydigan yo bo'lmasa kompyuter qashlab o'ynaydigan mashina o'yinlarini yoqtirmaydiganlar yo'q, asosan yo'q. Bo'lib o'g'lanlarchida yo'q. Endi buni Arduino bilan mana birlashtirsak, men Arduino'ning ustidagi mashinaning o'rniga biz odamni o'ltirg'izib qo'ysak, ash mashinani o'ynagandek hissiyotga ashta ta'sirot qila olamizmi? Ko'zinglar yetdimi? Endi qanday yasagandim shuni bir tasavvur qilib beqinglar. Olim Muhammed bir Buranlar gap qildinglar, ovozinglar yo'qolib ketdi. Muhammed dedinglar, ovozinglar yo'qolib ketdi. Muallim. Hı? Bu adam
kompüterde emas de konsoldan oynamdı. Konsolda oynaydı. Konsolda oynaydı. Konsolda Konsol oynasa- kompüter bağlaqlıq oldu o konsol. Endi bu şunu qanda bağlagan He. bu şunu Muallim, benim ikisini çok aklıma bir fikir ma- geldi. tapaqma. Bunda oluşu mümkün. İnak bilmeymen o nima konsoldan kesme kendisini nereden kesse sen bu ongaman dedse onun burun yani o signallarını He. kompüter aldı. Kompüter mu o signallarını Arduino'ya verdi. O Arduino mu o signallara göre servolarını çökertti. Top doğru. Yani şu başka balla başka fikirni dep qilganlar bormi, o'ylaganlarini dep qilganlar bormi? Bayam sizlarga ma videoni ko'rsatib qaranglar. Sun. Man qaranglar. Men yerda ekranni ko'ryapsizlar hozir? Ekranni ko'ryapsizlar-ku? Emniyet mademni bitta Arduino deb o'ylasak, ekranga qarab, ekranda nima ishlayotgan bo'lsa, ashuna ekranida ma roller coasterning o'rniga nimani o'ylanglar? Elektr mashinasini o'ylanglar. Bunda maymoq bo'lsa, dastan chetga, Sovetdan chetga balonmada yan tutib, yuqori chiqqan bo'lsa, bunda ko'tarib, pastga tushgan bo'lsa, pastga tushirgizib, jalaq qaqmoq tushib ketgan bo'lsa, uni bunda jalaq titirtib qildi, shunami? Endi shu adam qilayotgan, cho'ng adam qilayotgan ishni Arduino qildi, saqlam bo'ldi. Qaranglar. Endi buni qanday qildiramiz Arduinoga? Arduino qanday qildiramiz? Bunday qildiramiz. Arduino qanday qildiramiz buni degan vaqtda qaranglar. Ma Arduino'ni ko'rdinglar. Bu Arduino'ni ko'ryapsizlar hozir, rangini boshqa rangsiz qilib. Rangini oq rang kerak, endi ko'rinadiki. Ma Arduino'ni ko'rdinglar. Arduino'niki endi mana narsa. Ma kompüter o'yin o'ynayotgan vaqtda-chu, ma o'yindagi mashinaniki nimalarni o'qib og'il oldu. Yoki bu sadece mushtaq o'ylab turaylik, o'qib og'il oldu. Qaranglar, masalan, qo'limdagi mashina deb o'ylanglar, qo'lim telefonda. Mashina qandayroq maymoq ketyapti, tuz mengyapti, ishtik mengyapti, bunda silkinish bormi deganlarni-chu. Ash narsalarni hammani o'qig'il oldu. Uni qanday o'qiydi? Kompüterning USB simidan chiqib, Arduinoga apag'il oldu-chu. Bu narsalar hammasi san-sifir. Masalan, xuddi nimani o'ylanglar, ultrasonik senzorni o'ylanglar. Ultrasonik senzor bayam ko'rdik-ku. Bizlarga ultrasonik senzorni. Ultrasonik senzor qanday ishlaydi? Aqlli mashina to'xtatish yordamchisidan qildinglar-ku oldingi qatlarda. Aqlli mashina to'xtatish yordamchisi qanday ishlaydi? To'xtatmay orliq o'lchaydi. Shundaymi? O'lchiga orliq nimaga avatadi? O'lchiga orliq nimaga avatadi? Arduinoga avatadi. Shuni Arduinoda mana kodlar bor. Agar orliq munchilikdan, masalan, orliq 2 metrdan jiroq bo'lsa, yeşil chiroq yansin, 2 metrdan qisqarlik bo'lib ketib qolsa, orliq 2 metrdan qisqa bo'lib ketib qolsa, mana bitta qizil chiroq bitib, qizil chiroqni yondigan kodni yozsaqlam, shundan keyin mashina keyni yonganda, keyindagi narsalarga ustanmaslik uchun bizga yordam qilgan betal aqlli mashina to'xtatish yordamchisidan birisi, oddiy yordamchidan birisini yasagan bo'lmish, shunami? Ham buni nurg'unlaringlar qilib bo'ldinglar. Bu gapimni tushundinglarmi? Ya ekranım sızmay turun. Muallim. Endi mushuni ma USB'den endi ashuna o'xshaydi. Ultrason senzorda uchirkanga o'xshash buning iliqi. Buni nurg'un usullar bor buni qilishniki. Masalan, men o'ylagan usuldan birisi nima bo'lsanlar, sizlarga tavsiya qilaman usul. Ma mashinaning o'yinini yasaganlar, ma mashinaniki hozirgi deganim shu topdiki, shu paytdagi. Hozir mashina qanchalik tezlikda ketyapti, mashina menda yantumi, egizga chiqyapti, pastga tushyapti degan narsalarni hammani sirtqa menda qilib, ultrason senzor uchir taqatgandek, ashta uchir taqtirgan bir tal eg'iz bilan
Təminləb bəsə, aşı uçurlarını qubul qılıb uçur deganimiz aşağıdakı sallan əməliyyatı. Yan to'liq mancha, egizlik surati mancha degandek narsalarni qubul qilib, shu Arduino bersak, ammada o'xshamaydigan servolar bor. Servoni bildinglar, servo deganimiz nima? Ma'lum bir bulon gradus bo'yicha, biz bekitib bergan bulonni gradus bo'yicha ichilib yepilgan narsa. Mana qaranglar, mayada ichilib yepilgan. Qaranglar, mayadlarga servo bekitib qo'ysak, ko'ratamsizlar. Mayada ichida, ma'ning ichida, mayada. Servo bekitib qo'ysak, ashuna. Aşu servolar qarab, shunlandagi mashina yantu bo'lgan vaqtda unda olsa, ma servoni mancha gradus chugilab desaklam, ma ustidagi ma haqiqiy mashina harakatlanadi. Buni tushuna oldinglarmi, ko'z oldinglarga keltira oldinglarmi, bila oldinglarmi bu yana? Muallim. Boshqa bolalar-chi? Kallangizda bir narsalarda xili aydınlashdimi? Bir narsa uchiq bo'ldimi? Yasash ko'zingizga yetdimi? Azraqlı tirishsanlar, shu azriq cho'g'an darsni va bundan keyingi darsni bütün shu dars davomidagi darslarni yaxshi o'rgansanlar, mani qilyapsizlar. Andikin buni qilgandan yo'g'on o'rindiqdan birsini qilsanglar bo'ldi, men qaranglar. Biz ko'zoynak taqmay o'ynaydigan qilaylar. Men qaranglar, u simulator degan tahlilligich-chi. Kishilar o'zlari yasab olgan simülatörler var ki. Mesela mağazada birini açıla. Market olur mu? Kapayısın ki. Sayılım onu. Yazsam dok. Ben karal ilk kompütürüm onu tutacak. Kompütür anda bulsa, ben kompütürden kelgen uçur qarab, yani information. Aşu san sıfırlar qarabçu, maşını yantı oldu, qalxmoq tushdi, jalaq tegil tormozildi. Aşu gazga bastı maşından degan qarabçu. Muallim. Ha? Muallim, Oh. bunun qanchalik kirim ketadi? Kirim emas, chiqim. Pardon, kirim ya. Mesela mani yasaşqıçu, bekadi. Bir tal Arduino ketdi. Şunlandaki mayaga bir tal servo, ikki tal servo, ma bo'yicha yasalgan. Buni texim al servo qilib, mayaga bir tal servo ketdi. Arduino bizlar 30-40 dollar mı? Orijinal haqiqiy. Uningda mezan bir narsa. Andiki ma servo texim mezan narsa, shu servolarni pulchiliklam ekan. Ma üstteki servo yo'q deyman mayaga. Mayaga servo unutishning o'rni yo'q. Yo'q, ma kichikni yasash endi. Cho'ngni yasash nima ketdi desak, ma cho'ngni ko'ratlardi. Men bir ko'rata ali bir. Mani ko'rib o'ynab baqilib ketdimi? Ha. Acayip içinde bir narsa qilishi. Öyle bir o'rni to'saq shu qaranglar. Teyzemke. Muallim. Hakikaten oku. Muallim benim için tepeye peskeye düşürdü. Ne mi? ya? Ha? Ne düşürmedim. Benim için mesela adam tepeye çıkıp birden peskeye düşüyor. Maşinaya uşuma kalışıyor. Ben de adamni maymoq nim qilishi pastga tushgan vaqtda qarang, pastga tushgan vaqtda masalan bir tal mashina o'ylang, tog'dan tushgan tuz yo'lda ketayotibchi. Tuz yo'lda ketayotib mashina manda birli pastga tushib ketgan, mana yo'lib qolib qolibchi. Men ekran sizib bilan ko'rsatay.
Muallim. Mada ketib bir past tushirgan yo'l bo'lib qolsa, badaningizni o'zgardi-ku, işte bu o'zgardi-ku, mana shunday o'zgaryapti. Tormozlagan o'ylang. Mashina ketyapsiz, oldingizga bir tal toshqandan bir chiqib qoldi, ya mushukdan ya itdan bir chiqib qoldi. Suv o'tmaslik uchun jalaqdagi tormozlagan vaqt bundan oldingizga bo'lsa shundan keyin airbag havo yostiq darhol ichildi, shundaymi? Mana shunaqa o'xshash taqlid qilgan. Men tuz yo'l olgandan keyin unda tuz yo'l bo'lsin, tuz yo'l bo'lsinmi, madam tuz bilan mapti qarang. Muallim. Ha? Muallim bu tümürler çıkıp ketişiyor ki bir ahval yüz bermanda iş. Yüz bermeydi qara. Servoni o'ylang, mana aslida bir tal servo bor deb o'ylang. Servo deganimiz qaranglar, servo motorni unutib qolgan o'xshaysiz. Hozir masalan sizlar eshitayotgansizlarning qo'lingdagi servo mau servo. Mau servo ko'rdingizmi? Masalan mana MG deb yozay. Mana qaranglar, mana o'xshash servo chuglaydi-ku, bu bundaq chuglaydi-ku. Mana chuglagan hammamiz ko'rdik-ku, sal turib tildirkatib ko'rsam. Moshina o'xshash aslida motornikini nima deydik? Motornikini nima deydik? Piston. Mana qaranglar, mashinalarning motorini qanday ishlaydiganini bilamsizlar? Bunu kesip qo'yay. Tümürçük ketidan ish natayin bo'ldi. Ha? Tümürçük ketidan ish natayin bo'ldi va nima deydi? Internal combustion engine, internal. Mana qaranglar. Mana ko'ringlar, hozir maslaga boshqa mashinalarning qanday ishlaydiganligini tushuntiryapti. Engine, animation bo'lib qolsa, animation ko'rsatadi. Muallim birinchisini ko'rdi. Birinchisi nima? Mana qaranglar. Adam bar, mana qaranglar. Mana qisqasini ko'rsatdi, elevasiya ko'rsatdi. U This is a short animation video to show the internal combustion engine. Mana ko'rdinglar, mashina qanday chuglaydiganligini ko'rsatib beradi. Mashinaning qanday ma'noligini dersimizda sharaxlashib ketdik-da. Mana qaranglar, mayaga o'xshash servo bo'lsa, chimtimaydigan video kina bu. Aslida servo deb o'ylab turamiz. Servo deb, Nimle mingvatqandeklar ko'rinadi. Move air and fuel into the cylinders. Bu qanday ishlaydi desak, mashinaning boshqa yerini tushundimi? A four-stroke engine should. Mana ko'rdinglarmi? Mana o'xshashlikqa yuqori tuvanch maya aslida bir tal motor bo'lsa, ma'lum mana o'rni bir tal servoni o'rnatsangiz uchun mana yuqori tuvanch chiqib, mana yuqori tuvanch chiqilganda shuna o'xshash mushtaq deb o'ylasangiz bo'ladi. Men texnik tafsilini hozir ma darsning darsda olmag'achqa hozir tushundimay, darsdan keyin yoki bo'lmasa boshqacha tushundirib ko'p turay. Men ichi kirib chiqyapti-ku, men qizil tuyrukdagi yerdan bir tumor ichi kirib chiqyapti. Eng ostida biz videoda chiqmay qolgan servo bor deb o'ylab turibman. Shular servoni harakatlantirsak, ya'ni qanday demoqchi? Men kompyuterdan kelgan, ma mashinaniki tormozldi, istikmandi, gazga bosdi, rolni burdi deydigandek uçurlarni albatta Arduino beryapsak, şun Arduino mayadagi servog'imda buyruq versa, shunlarga ma harakatlandi degan gap. Unda biz nazariya jihatni, ya'ni qog'oz qalam ustida biz bu ishlarni qilib bo'ldikmi? Men qila oldikmi? Ben 1,5 saat live izledim. Ha? Kaçırmasam. Ko'zinglayaptimi buniga? Ya'ni mushu darsga qatnashib, mushu darsning davomida ma'ni qilib bo'g'lamaslik mumkin. Yani çünkü bunu tümürçek, yani nurgun işleket. Ama lekin ma kichik mashina ma'ni qila olmaydi. Ma'ni tepkin oldu. Biz bunu qila olsak, qo'limizga kapsharlaydigan bir narsalarni olsak, ma'nosini qilsak, azroq tirishsak, necha yapilasak, mana o'xshash uyimizga bir tal mana shu bir tal o'rindiqni mana yasay olamiz degan gap. Usta siz yasab bakmoqchimisiz? Aramızda Ya men yasab bakmadım, lekin ichimda meni imkoniyatlarim bo'lmadi. Men mana narsalarni tejrib qildik, sharoitim yo'q, ham vaqtim yo'q. Ammo bir fursat, imkoniyat bo'lgan vaqtda bir qilib
İnanma İnşallah bakıp geldim malum ki nimaga paydası buldu bunun. Ha. Ha? Hazır nimaga paydası buldu. Ben bek oyunu oynap ketmeymem diye. Ya roller coaster'ın bir nasip payçısı. Lekin bir tecrübe kazanısılar. En bulmagan, en iş bulmagan tecrübe kazanısılar. Şu tecrübe bilen başka nurgun derslerini kılalayısılar. Ma mesela sizlerge bir narsa gösterip koyayım. Arduino, IOM'u. Apa, Ay, benim dersim İngilizce. 9'da tügeydi. 9'da fıkab jüyünü sahabimiz birlikte. Bu yer kirmeye duray bulması yakı bulması. Ben de Scratch dersimizlerini başlap keteylendi. Bu yer, bu hazır meslek azrak eğer bu dersin devamında nemişlerini kılalaydıganlığımız doğruluk bu dersin sizler közünlerge azrak bir narsa içilgan bolsa endi dersimizni aval bunun için nem kılış gerek en bütün işlemez servonim kılalaysızlar murakkep narsa emas. Ma çoğu fakat kıvatkan narsa sallı çoğunlusu ama ki bunun için kodlaş gerek. Kana kodlaymiz. Ma servo kançı gradus, a kançı gradus demek. Bunun için nem ketidi. Aldıdan kod yazışına ait yaxşı bilsinler gerek. Onun kendinden ki bu narsalar için matematik ketidi, matematik yaxşı bilsinler gerek. Hem de biz müşrikimizni birden kodlaylı. Bugün iş oyun yasaymiz. Azraq tanabs qilib olamsizlar yoki? Mayli. Tanabs qilib olamiz deb qolsangiz 5 minutda 5 minutdan eshik ketmasin. Muallim, Ekranni to'xtatib turay. oyun yasaymızgı ma Uy. kodunu yazıp boğan degan sen saxlasanız ben yetiş bulanmay Hamma qilib. Hammalar ma tanabs vaqtda Scratchni echib tayyor o'tiringlar. Biz tang yasaylik o'yinda. Malum Scratch yasaması. Endi bir tal o'yin yasaylik. Yo'q, Minecraft qiladi. Bir tal o'yin yasaylik. Mana o'yin yasaylik. Qanday o'yin desanglar? Ekranning o'ng tarafidan-chu. Ma ekranning o'ng tarafidan bir narsalar kelsin. Ekranning o'ng tarafidan bir narsalar kelsin. Shundan keyin men mushukning o'rnini bir tal cho'jib olsin. Biz bo'shliq kunuksin, ya'ni space uzun kunukni boshqa vaqtimda sakrson. Andikin tek tushib ketmashda bir tal o'yin yasaylik. Birdam yasab bo'lmaydi. Men bilan o'xshash qilishga tirishamiz. Misol, men 3 yil tutdik. Endi biz mau oldingi endi azroq tushuntirib o'tgan texnik tafsilot tushuntirib ketaylik. Bu yerda bizningki ishlatilgan hisob qo'nchiq deb o'ylasangiz bo'ladi sprite'larni. Biz ilk sahnaga chiqarib bunday qilamiz. Mana stage degan sahna. Ya'ni sahnadagi artistlarimiz var, andikin sahnamiz var. Biz sahnamizni azroq bezaylik. Qanday bezaylik? Menga qaranglar. Mouse'ni yiqin akasak, choose a backdrop deb chiqadi. Menga blue sky biz açsaqlam chiqdi o'zi yoki bo'lmasa. O'zi qolgan birini tanlasam bo'ldi, lekin men o'yinimiz kelganlik uchun blue skyni qilmoqchi endi. Endi menga chujudan birini qilaylik. Ekran yo'qlab ketdi. Animals degan ichidan bizning mana chujun ko'rdingizmi? Mana ko'rdingizmi? Men chujuni qildik, tanladik hamma. Chujuni bir qancha qildimiz demaychi. Qiyofat va har xil harakat va qiyofat degan men turkchaga ketib qolganlar. Qiyofat degan turqi degan gap ham aytchu. Og'zini yumib turadigan, og'zini ichib turadigan ekan, yagidan cho'qayotgandek turadigan ekan. Biz mana opirib meya qo'yaylik. Endi yeşil bayroqni boshqa vaqtimizda bir ish bo'lsin, nima ish bo'lsin, yeşil bayroqni boshqa vaqtda ama chujuni o'rnini bir yerga biz masalan meyaga ketib qolish mumkin. Chujuni o'rnini bir yerga opirib o'taylik. Ama x koordinat y koordinat degan o'tgan tunishtirib o'tgan, shundaqda men birini qilib o'tay. Mana bir koordinatchi. O'ng ma'nosi mayda ikki burjuq qimmati va san va demek. May o'ng ma'nosi x eşit ma'noda, yuqori ma'nosi yuqori ma'nosi mayadiki. Buni sen 0 deb o'ylab qolasizlar bu. Ma kataktik san yo'qnab ma'noda o'ng ma'nosi makatak, yuqori ma'nosi mayadiki kataktik san yo'qnab ma'nodachi. Masalan qaranglar. X ning adı 0, y'nim 0 desek bunda bo'ldi. X'ni cho'ngaytib baqaylik, 100 deb baqaylik. O'ng ma'noda 200 deb baqsak, o'ng ma'noda. Endi agar minus 200 deb baqsak 0 dan tuvan 200 ma'noda. Mana 0 dan tuvan 100 deb baqsak pastga tushib ket, 0 dan tuvan 200 deb ketib qoldi.
100 deb baksak yukarı çıktı mani ko'rdingmi? Endi biz ashuni munda qilmoqchi biz nima yani o'rnimay qo'ya. 197 mesela minus 200 deylik minus 200 minus 120. Ha. Mesela go to minus 200 minus 120 bo'lishi kerak mana 120. Ha, men qaranglar. Biz mayaga apirib qo'ysak, men yeşil bayrog'i bosgan vaqtda men mashadan boshladi degan. Pushta boshlasin endi. Men bilan o'xshash qilyapsizlar-ku. Endi event degan nima degan to'q oldingi mousening besilishi, knopkasining besilishi, sirtdan bir ish bo'lish, bir hodisa, bir endi mau space degan knopkani uzun knopkani bosgan vaqtda bir şey olsa desak, endi repeat dedi, tekrarlıqni mesela 15 qatim tekrarlasın, nima tekrarlasın? Ma o'ziniki y koordinatini qarang, motion degan mayda. Set emas, change. Set degan gap munchiqlib bekityapti degan gap. Ma change degan gap bir avvalgi qaraganda munchilik o'zgart degan gap. Ma u mesela 10 ni qaranglar. Kendiniz mi annem yıkayacak? Boşluqni bassam her qatim qaranglar. Boşluqni bassam Yıkamayacak ki. Hepsi otelde yıkanmaz. boşluqni bassam her qatim basgan vaqtda 10 qatim asli koordinatni 10 ni qo'shib berdi, mushuni 15 qatim takrorlaydi degan gap qaranglar. Lekin buni basgan vaqtdan keyin yuqorida avad laylab qolmay ham tushib ketish kerak, shundaymi? Endi biz buni yana bir qatim repeatni yana bir takrorlaylik. Endi qanday bo'lsin? Minus 10 nuqtasi. Muallim sen saklap dursunuz ben tığı 100 bulamadım. Bektiz bulan ama dersini uzatib qo'yamiz bo'lmasa. Ham aqli. Kod oddiy, lekin qaranglar, texnik cho'ng aytib beraylik. Kodlar beklam oddiy. Ekran bir tal sahnadan birini tayyorladik, endi artistdan birini qo'ydik, bizning o'yinchimiz bu. Bizning tushuncha, bizning sahnamizda mahorat ko'rsatdi. Yeşil bayroqni bosgan vaqtda bekitpaga mayaga apirib qo'ysakmi, bu yeşil bayroqni bosgan vaqt bekitpaga o'rni boshlaydi. Boshliqni bosgan vaqtda yuqori mangdi, qo'ypaga vaqtda pastga tushadi. Qaranglar. Shundan keyin unda o'yinning 50% qismini yezib oldik desak bo'ldi. Endi nima ish oldi? Mayadan bir narsalarni to'xtatmay kelidan qilsak bo'ldi. Endi nimalar kelsin? To'xulam munosib kuchlilar munosiblik bir narsani qo'yil. Nima kelsin? Tohum. Nima kelsin? Tohum. Tuxum. G'ozma, tuxum kelsin. Egg. Pichoq dedi, voy, elamni qo'rqitgan narsa o'ylamadim. Tuxum kelsin, ha? Endi men qaralmayaga apirib egidanlar tuxumni. Endi bir tal tuxum kelsin. Bu tuxum nima bo'lsin? Bu tuxum nima bo'lsin? Ekranni ko'ryapsizlar. Bu tuxum bunday bo'lsin, qarang. Endi yeşil bayroq bosilgan chog'da yeşil bayroq bosgan vaqtda ma tuxumning bir qancha xil nemasi bor, qaranglar. Saq tuxum, chiqilib ketgan tuxum, mana odamga o'xshaydigan tuxum, mana tuxum, har xil tuxumga. Biz bu yerda mana shu biz qancha xil tuxum ishlataylik bundan? 2 xil tuxum bo'lsa yetarli amaliyotda. Hozircha mana qilaylik. Hozircha mana shu yerda turaversin, qaranglar. Bundan saq tuxum, masalan, egg aka, saq tuxumning ismi. Unda bo'lsa lux yana chetdan ko'rinish deganda nima? Switch olsun. O. Eğer tohum çüştüge tegise Dal ashta animasyon qilib bulsun. dal ashta qilmoqchi, barakalloh. Endi forever degan to'xtatmay takrorlaydi. Nima ish qildi? Oldidan tuxum miyadan boshlasin, qaranglar, miyadan Ay. tuxum hatta miyad u yerni mesela tamam motion açayım da. Ma go to ni ko'rdingmi? Minus 145 emas. Mani x ni 220 240 deb bakay, 240 desek o ko'rinmadi ya. 250 desek texim ko'rinmasligi mumkin. 250. Yani aşağıdan bir yerden başlasın. 250'den başlasın onda qaranglar. Go to 240 minus 120 aşağıdan başlasın. Endi nima ish olsun? Glide deb bir narsa-chu. Bu nima desek, do'q sirlib kelish degan gap-chu.
Mancha sekundda aş konumu var. Aşı 3 sekundda 3 sekundda ne var? 3 sekund ne var son? Minus 220 ama çocuğun ornu için minus 220. Minus 220 hani karanlık kilişki başladı. Ayağı kildi. Kötü olur mu? Toxtuma kildi mana. Ayağı bardı karanlık. Adır başka şıkkımlık. Ayağı bardı kaytıdı mana. Dastlabki ornu karanlık. Dastlabki ornu mavi onu kendin 3 sekundda meyedin meyege 100 mağdı. Muallim random bir Geldi. vaqtda chiqadigan qilsak bo'lmamda. Bo'ldi. To'xta, ishni avval addiyadan boshlaylik. Ma'qul. Ko'rdinglar? Ma'lum qila oldinglarmi? Muallim birdan saqlam. Endi qaranglar. Muallim birden saklap tutsun. Ma'qul. Endi bunday qilaylik. Endi yana o'xshash yeşil bayroqni boshqa vaqtda bir tal ko'radi. Yani yeşil bayroqni boshqa vaqtda nima ishib ketsin, yeşil bayroq boshqa vaqtda cho'chik tiyib qolsa, bana controls degan ochida. Controls degan ochida wait until da tursa. Yes bo'ldingmi? Ekran kimsiz bo'ldi? Muallim wait until da Ekran kimsiz bo'ldi? Muallim bizne tuxum degan bekor kilotidu. Ekran kimsiz bo'ldi? wait until ba muallim avu. Ekranimga sizmagan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Muallim reze Ekranim sizmagan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi vallahi. Muallim çocuğun kodunu bizga tushirpasiz bilamdi. Bir ko'rsatasiz. Ha, ma'qul. Ekranimga sizmasangiz bo'lardi. muallim To'xtanglar, bir saqlab boqay, qanchalik siz edi u? Ey sızmang. Yeter. Ekranim qalayim qan sizmani. Men ammo baliq dars tushundiramay qoldim vallahi. Qaranglar, men kodlarni topolmayman. Bunda siz bo'lsangiz men moshinaga chekka kirmamda baliq qanaqa tushundirma? Ekran o'chirib. Ekran sizga o'quvchi ekran o'chirib. Bunda men bir chora tadbir qo'llayman. Usta siz chiqirib o'tamamsiz yillar. Chiqirib o'talayman-da, lekin em siz bo'ldi. Siz yemaysiz, bu ruxsatni ilyaptim. Rekord davomlashyaptimi? Ha. Rekord davomlashyapti. Ha, nima qilinglar? Ekranimni ko'ryapsizlar-ku? Ekranni ekran. Muallim. Qaysi ekranni ko'ryapsizlar? Çocuğun Hozir men ekran o'qilib bosganini ko'rdinglarmi? kodunu. Ha. Endi YouTube ekranini ko'rdinglarmi? Ha. Ha, unda to'g'ri ekranni ko'ryapsizlar. Endi tuxumni kodini yozishni boshlaydimi? Ma'qul. Muallim. Muallim. Çocuğun kodini taqiysiz bilamdinglarmi? Yes bulduk muallim. Bulduk. Muallim yes bulamadım. Siz bulinglar. Mana lekin tankini o'yinini yasaymiz. Agar vaqtimiz sal kengroq bo'lib qolsa, u tankini o'yin texmi ayvetlik texmi tayzi. Muallim ben hılıcık kılalayım. Men video saqlandi, ya bo'lmasa agar bakaliq yechib bo'lamay qolib qolsanglar, videodan qilsanglar bo'ldi. Bo'ldi? Endi qaranglar. Endi mana bu tuxum kod yozamiz. Qanday kod tuxum kod yozamiz? Qanday kod yozamiz? Control. Muallim. O. Muallim benim tohunun ya çocuğun çocuğu başlatkanda meniki üstüge çıkıyordu. Başlatgan vaqt ustiga chiqyapti degani ma chek degani ma nemisini chek deganning ma bu koordinatini o'ngshaganda bo'lsa go to -200 -120 qism bo'ldi. Shu boshlangan vaqt boshlanish koordinatini xato olib qolganim shu.
Endi tuxumni başla bu bek oddiy o'yin bu birlamda qilib bo'lamiz qarang. Endi men endi mana yeşil bayrog'ni bosgan vaqtda wait until g'icha saqlab tur. Nemish bo'g'icha saqlab tur. Kod yuqoridan tövanga tushmay saqlab turdim ayadi-chu. Asli kompyuterni kod oldin qatim deb o'tib yuqoridan tövanga tushmadi. Run o'tmadi degan gap mana shu kod yuqoridan tövanga qarab ishlabmadi degan gap-chu. Jiqroq run o'tmadi deb soldim gapimda. Endi mana bu wait until bir nim bo'g'icha saqlab tur. Nim bo'g'icha sensing. Mana bu sensing degan gap his qilish degan gap. Quloq orqali anglash, ko'z orqali ko'rish, tilimiz orqali tamni tetish, burnimiz orqali puroqni purash deganga o'xshash-chu. Qo'yma terimizga tegishish degandek. Menda touching, mana nimaga? Egg deganga tegib qolsa, nimani yo'qma chujik tegib qolsa, chujiga tegib qolsa dedik-chu. Biz mana tuxumga ashta kod yozdik. Endi tegib qolsa nima shu olsun? Looks deganning ichidan qaranglar. Switch mana tuxumning chiqilib ketgan oldi qaysiga? B ga. Chiqilib ketgan oldi B. B. Endi nima shu olsun? Stop all. O'yinni hammasi to'xtab qolsin. Event nashidan, controls ichida. Stop all. Endi qaranglar. Hozir men o'tib ketdik. O'tib ketdik. Endi qaranglar. Chiqilib ketdi. Chiqilib ketdi. Endi men tegib qolsa chiqilib ketdi degan kod. Qila olamizmi? Jiqlaringlar qilib qo'ydim. Jiqlaringlar. Kim Muallim. kim Yahya siz yetib bilmay qoldingizmi? Mana qoldik sinab. Yahya siz qilyapsiz buni. Dars tugagandan keyin video qarab qilib boqamsiz agar Muallim bizning tuxum bekast kelyotidi. Mana mening tuxumim 20 g'ich keldi. Andan qayta joy. tuxumni ma koordinatni qaranglar. Men tuxumni Sizmi? birovlarning gapini endi anglayapman. Sizniki o'xshash qilib nima bo'lmasami? Shayda men qarang. Men koordinatni ko'rdingizmi? Men koordinatga diqqat qiling. Men koordinatlarga diqqat qiling. Men plus minus degan qaranglar. Andiki men 3 sekund degandan chiq qaranglar. Demak keldi. Ma'lum sizniki o'xshash bo'ldi. Unda shayda siznikini ko'rib boqaymi? Ma'qul. Ekran görüntüsü paylaşım koyayım. Bizning tuxumimiz Endi kelganimiz boshlab davom qilaylik. Voy, vaqtimiz oz qolibdi jumonlar balla. Qaranglar, men chujni kodi mundaq, tuxumni kodi mundaq. Ikkisini bir aqlam ko'rsatamayapman-da. Ikkisini bir aqlam ko'rsatishning imkoniyati bormi? Bor. Voy yo'q. No. muallim tugidi. Hammaylar qilib bo'ldimi? Hammaylar qilib bo'ldimi? Ben qilib bo'ldim. Muallim. Barakallah. Qaranglar. Endi biz buni numeraldan biraz qilib qo'yaylik. Numeraldan qilaylik. Numerni qanday olamiz? Bitta score degandek-chi. Make a variable ekranini ko'ryapsizlarmi? Make a variable tal numerni qilaylik. Qana bitta variable bunda bo'lsin-chi, ag'a numerimizni. Kalus tutib olsin. Har qatam o'ngishli sakrab o'ta olsak, bir nomer qo'shilsin. Yana bir o'ngishli sakrab o'ta olsak, bir nomer qo'shilsin. Shundan keyin uyoldikilar bilan musoqilishib baqinglar. Kim qancha eng jiqiliq tuxumni chiqyapmay o'ta oladi degan. Unda esa make a variable deydi. Make bir tal nim deydi. Nimda bu ism qo'ysak ular biz bunuga kallamlardan Count point. Score mishnama? Muallim aslında. Score degan numara, score. Endi olsa qanday qilaylik? Ma o'yin boshlangan vaqtda score deydigan variable'ni qaranglar. Score deydigan o'zgargichini oldin qatim tushundik. Score variable'ning nimaligini. Endi shu score degan variable, score degan o'zgargichning qiymati 0 bo'lib boshlansin qaralmaydi, boshlanib chiqdi 0. Endi har qatim shu tuxumdan atlab o'ta olgan vaqtda endi mayadinchu, bu o'ngishli holatda menda bo'lsa, men tegib ketmay o'ta olsa degan gap mayadchu, miya. Bunda bo'lib qolsa change degan gap, qo'shpa degan gap, score'ga birni qo'shpa degan gap. Endi qaranglar, o'yin o'ynab baqing. Score 0 holatda boshlandi. 1 bo'ldi. 2 bo'ldi.
3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Endi qarang, ham tegib ketib qolgan. Mana ko'rdinglarmi? Tegib ketib qoldi. Mani bunday qilaylik-chi, minus 200 gacha emas, minus 250 gacha deylik, ayadim o'tib ketgan qilaylik. Texem o'yin tezroq chiqdi. İçi kirkedi qaranglar. Muallim chujining kodini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Chujining kodi mana. Endi biz bu mani nimaga yozyapmiz? Sizlarni bloklarni bekrak yaxshi tushunib olsin, variablelarni o'zgarishlarni yaxshi tushunib olsin, if degan narsani yaxshi tushunib olsin. Muallim bana g'alati bir narsa bo'lib qoldi. Hozir qarang. Bayatki loop, yani tekrarlık, Türkçesi döngü, Uygurcası tekrarlık. Muşlarını yaxşı tushunsin, andiki Arduino olmuş öğrengenlerine şok betlam işilti alsın deb ko'rsatamiz. Bularni yaxshi bilgandan Arduino'nun ishi asan. Arduino mu amaliyat muşunga o'xshaydi. Arduino'ni bir tal chujiga o'xshatsan bo'ldi. Arduino'ning nimalari bor? Pinlari bor. Pin degan tushuk narsalar pin. Arduino'ning tushigiga ya sirtdan bir uchur kirdi input bo'lib yoki aşağıdan uchur chiqdi output bo'lib. Uchur deganimiz mundaqcha aytganda bir buyruq degandek bir narsa. Ya san sıfır. Munchunchi tushigida Muallim ben ekranımı paylaşıp gösterip koysam bulamda. bo'ldi. Hozir men ekranni to'xtatib turay. Muallim. Ha? O örgen çağda yani çüçe tuxumu tekken çağda skorne qanda nol qo'yamiz. Skorni 0 qilgan ama hozir ko'rsatib qo'ya. Skorni 0 qilgan. O'yinni boshlangan vaqtda 0 qildi deb qo'ysangiz bo'ldi. Muallim kadar mı tohum tigi ve zaman skop kiliyi mi bu? Tuxum tegi va xato o'qib qopti aya. Xato o'qib qopti. Hozir meni ekranim bir qarang, siz o'zingiznikiga bir qarang. Repeat until'dan o'chirishimiz kerak. Meni ekranimni bir hozir o'zimning ekranimni bir ko'rsataymi? Ma'qul. Hozir qarang. Tuxumda bundaq kod yo'q. Siz tuxumnikida dem qo'yib qo'yasiz. Meyagim astig'imda kod qo'yasiz. Buni qarang, aslida kod bormi-ki? Muallim ben stop all deganini unutib qoldim. Stop all deganni buni qo'ysangiz bo'ldi. Endi yana biraylan o'yin boshlangan vaqtda qanday 0 ga kelamiz, 0 deb buni. Endi men darsdan keyin uyonlidikilar bilan o'ynab boqinglar, shundan keyin bu o'yindan kim eng jiq numaralar oladi? Boqinglar. Bu o'yinni tugatdik. Endi nega bundaq? Ha? Bana puan üretmeydi skor. Numar bermayaptimda sizga? He. Chunki nimishqa qilib qo'ydingiz, siz mayani change qilmay set qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Adiki mayani my variable bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Mayani score desangiz bo'ldi. Rostmikan bir tekshirib boqing. Ma egg degandan ichiga kirib maya qaraysiz. Maya change deganni ishlashingiz kerak emas, set degan emas. Endi mayani score deganni tanlashingiz kerak. Agar siz variable nosini score deb o'rlashtirgan qo'ygan bo'lsangiz. Muallim ben stop all'ını tapamadım. Stop all'ni topamiz. Stop all ma rangi qarsingiz bo'ldi. Rangi qandaqka? Ma control, yani stop all degan gap bu bir narsani boshqurgan narsalar-ku. If forever degan narsa mana control qilgan narsa. Stop all mana control narsa. Taptım. Yaxshi. Men qilib bo'ldinglar. Muallim bo'ldimi, men bilamay qoldim, qanaqa qilsam bo'lar? Ha, nima? Meningki bo'ldimi, bo'lmadim, bilamadim, harakat qilolmayapman. To'xtama, yana bir Harakat Biz ayrım ekran ortaqlaşıb suallarını hal qilib bolduq, məsələlərni hal qilib bolduq hazır. Yəni davamlıq video sınırlandı. Mən gördük şunamı? Bunu gördük. Endi bir tal avaz çıxan qilib qoydu. Sound deyəndə qaralmış. Ma avazın müş deyim, cüzünü. Küçük avaz çıxdı qaralanda. Endi biz boşluqni basqa vaqtda bir avaz çıxsın. Nima avaz çıxsın?
sound degan ovozdan maydan. Men ko'rdingmi? Men basqa vaqtda bir tal ovoz chiqdi. Endi nima bo'ldi? Ovoz chiqdi. Shundan keyin men tuxum chiqilib ketgan vaqtda tuxumga bir tal ovoz qilib qo'ysa qanday tuxumning qanday ovozlari bor? Tuxumning ovozlari bormi yo'qmi bu qara? Muallim tuxumning chiqilish ovozi. Tuxumning chiqilish ovozi men qaranglar. Tuxumni besib, men sounds ovozlar yerdan mayadimi do'q choose a sound. Tuxumning brok deb qo'yadi. Yo'q. Buzilib ketgan, chiqilib ketgan effekt, sound effektlardan. Bak ovozga iki aposolchi bir ovozlar chiqdi. Crash diyendek ovozlar var mı? Muallim Kur'an bulandım için aşırı Qaysi? Çüce to'qigandek ovoz chiqdi. Qaysi? To'xtanglar, Crack shu deb isbaqsınız şu muallim? crack Ha, birincisi bu değil. düşme. Hamış. Mana qaranglar, ovozni do'lqindimi? Lekin lömshib chiqilgan bu ovoz. Toza shu. İkinci ovoz chiqdi. Shundan keyin bu nima ish bo'ldi? Men chiqilib ketgan vaqtda mana ovoz chiqib qaranglar. Bunda qildik. Qani bu ovoz, bunda qilaylik. Mana bu ovoz tugicha deydi men uchun, mana degan gap. Mana bu tugicha qo'yib andikin stop. Bo'lmasa ovozni qo'yishga boshlab tugab ketib qoldi, qaranglar. Bo'lmaydi, bu ovoz bek unda uzun bo'lib ketsa bo'lmaydi. Biz unda bu ovozni qanday qilamiz? Kesimiz. Qanday kesimiz? Mayli. Majlihiyani qilib, qag'ayani. Majlihiyani kesyapmizmi, delete qilyapmizmi? Ha, bo'ldi. Necha sekundlik ovoz bo'ldi bu? Ovozning sekund sonini ko'rsatib o'tamdi. Buncha sekund endi qaranglar, qattiq qo'yinglar. O'zi chiqilib ketdi. Ha, bek qisqa ovoz bo'lsa buni hatto bu ovozni qo'ymaylik. Endi bu yerlarni bek tafsil ko'rsatishni iloji yo'qda, lekin qaranglar, bayt deb o'qildi faqat tishli bilishma. Endi mayadan qaysi bitmiyor baytmi? Chiqilib ketdi. Chiqilib ketgan bo'lsin, shundan keyin bu o'yinimiz tugsin mayada. Biz yana texnik bek qiziqarli o'yinda buni qilaylik. Lekin ders tugaydigan vaqtmi bo'lib qolibdi. Davom qilaylik deydiganlar qanchalik chiqdi? Hozir men demaydi, menda qilinglar. Davom qilaylik deydiganlar qo'l ko'taringlar. Shu nimdan qala qo'l ko'targan iqtidorni ishlatinglar. Hozir 5 eylan. Yancha 6 eylan. Texnik qiziqarli bir o'yin bor. O nima o'yin desanglar? Tank o'yini. Muallim ashni bak. 13 eylan, to'xtanglar. 13 eylan, 15 eylan. Tank oyunu. Qaysi tank oyunu desanglar hozir hech biri ya. Tank oyunu qaysi? Muallim ben bilmeyim. Ma bu çocuğun oyununu yürütüptüm. Muallim rekord qilamsiz, qilmaysiz? Nimada? O'yinni men chiqib ketib tursam, rekordni ko'rib olsam demoqchiman. Muallim? Mujtaba, siz burun ko'rib bo'lgan ma tankni qaranglar. Muallim ben bu oyunda muallim ben Beşiktaş tankı. bu dersimde köygentim. Avazını aldığıma. Avaz çıkartanda. Tankını avaz çıkartanda. Anladım. Qaranglar. Muallim bu menda bor. Agar davomlashtirib deb qolsanglar, nechalar qo'l ko'tarib bilmadim, bir o'n sanab beringlar, nechalar qo'l ko'taribdi? 18 aylan. Yancho 18 aylan bo'lsa, yerimga yetmadi degan gap. Lekin jiqroq vaqt keldi bu o'yinni yasash uchun. Sizlarga nima eg'ir kitlash mumkin? 2 soat, 2,5 soat qilamiz. 2 soat ketmaydi-da, amaliyotda 20 minutlar ketadi, lekin men tankini sizib buni qilish uchun sizlarga jiqroq vaqt ketib qoladimi deb o'ylab qoldim. Lekin
Savol javob shaklida qilmay, men tez yasab bersam, men kod uzundek qilganda hamlet, herkes uzun kod emas bu. Andiki ma'no o'xshash a utti demaydigan shaklda qilsak. Muallim jigirini oltak bor. Nima dedingiz? 20 ta 20 yildan qo'y ko'tadimi? Yanchu. Unda bo'lsa, shu bir o'yin to'xtaldi. Muallim, Ha? ama kodni WhatsApp menga yollab qo'ysin. Ma'qul, evet, Ya evet. muallim chatga Evet, yollab qo'yma, chatga. Chatkim evet qo'ying ma'qul. Lekin men bir narsa ko'chirib qilsanglar bo'lmaydi-ku, bir tushunishinglar kerak o. Çocuğun üstüne körsen ama ahırtaki de bile körmüyor. Mana qaranglar. Çocuğun Tuxum va chuja deb ism qo'yib turadi. Tuxum va chuja. She'r. Ha. Tankning o'yini qo'l ko'targan 18 aylan bo'ldi. 18 aylan hozir 3dan 1 degan gap. Unda bo'lsa, Muallim ya ben hozir çocuğun ben soldakine nima bak ha mana. pastga tushirsangiz. Pastda boshqa kod yo'q. Ha tamam. Ha iz bulup demem misin? Pastda boshqa kod yo'q. Tamam. Undaqda yaptı bir boldan aran bir derste aran bir tuxumni yasadikmi? Aran bir tuxumni yasadik, aniki ma roller coaster o'yini bilan ma bir mashinasini o'yinini, aniki ma simulyatorni Muallim, tushungan bo'ldik o. mening chichim to'xtamaydi, kulamsiz. Tamaqli. Tank o'yinimizga jiqroq o'qib keldik, biz yana bir oddiy o'yinda birini qilaylik. Anvar qaranglar, Scratch'ni ham ochdik. Ochgandan keyin endi yangi o'yinda birini qilib, biz bu qator nima o'yin yasaylik? Bir tal top bundoq ekranning u yerga, bu yerga tiyib tanqiydigan o'yin yasaylik. Unda bo'lsa menlar tayyormi? Bu bek oddiy o'yin. Bek oddiy o'yin, qiziqarli o'yin. Menlar tayyormi? Menlar tayyor bo'lsa. Menlar tayyor bo'lsa, ama mushukni o'chirib turinglar. Mushukni o'chirib turinglar. Mushukni o'chirib turinglar endi. Mushukni o'chirib tursanglar. Mana bu stage sahn tayyorlagan bizga bir sahnni qilaylik. Qaysi olsun? Sky desak bir narsa chiqadi. Bu yoqqa star deylik. Yulduzliq deysiz. Starless yulduzliq bir nima. Andiki menga maydan biz qo'nchoqlarimizni tanlaylik. Line deb bir tal qo'nchoqni tanlaylik. Men line'ni ko'rdingizmi? Kompyuter ekranni ko'rasizlarmi? Menga chiqdi. Biz buni menga qo'yatli. Menda bir narsa qilmoqchi. Andiki menga bir tal topdan birini qilaylik. Ball deb yozamiz. Topdan bir chiqdi. Nima ish oldu desak, men top mundoq quchib o'ynaydi-chu bu yerda. Qanday uchidi? Endi yana bir tal bir narsani qo'yaylik. Bular chiqqan. Endi choose a sprite ma'dan paddle deb bir narsa qo'yaylik. P A D D mana qarang. Pad deb yozsam, pad deb yozsam chiqadi paddle. Va paddle mundoq qismi. Eng avval eng oddiy mana shu paddle'ni kodga qarang. Paddle'ga bir tal kod yozaylik. Qanday kod yozamiz desanglar, ko'rdinglarmi? Yeshilni bosgan chag'im. Muallim biz bunu yasab bakkan o'tganda. O başqa darsda, lekin men u başqa dars. O başqa darsni ichida yozgan turgan. Men darsda buni ko'rib baxman bo'ldi shu. Men blok asosiga kod yozishni ko'rib baxman bo'ldi shu. Kod yozish qobiliyatini yetildirish uchun shu qilyapmiz. Endi bunday qilaylik. Oyun mana shu yeşil bayroqni boshqa vaqtda bu nima qilsin? Forever bo'lib nima qilsin? Bizga mana set by to mouse'ning y deb qaranglar. Mouse'ning y emas. Set x mi? Birdan verib qo'ydim.
Muallim kolumuzni ushlasak bo'ladimi? Ha, buldu. Endi mouse'un X'i deylik qaranglar. Adashma yerda tursin. Ko'rdingizmi? Ha, endi biz bu ma'ni tug'ilganda, ya'ni o'yin boshlanganda demakchi. O'yin boshlanganda X'ning koordinati, Y'ning koordinati necha? -170 deb bakaylik. -170 desak. Ha, bu shu tug'ilgan vaqtla motion'ni set Y'ni -175 deylik. -175. -175 desak. To'xtalamiz. Telefon yomon chaqtirib qo'yib ketdi. Mana bunda biz bilan o'xshashmaydi. Bizlar o'xshashmaydi, to'xtang. -173 -163 qiladi. Mana o'xshashma kodni yozinglar. Yes bo'ldinglarmi? Ya muallim, ustoz. ben tığı yeni başladım. Muallim ayada eksi 165 mi 185 mi yazıyor tam da? %65. Muallim ben set x diyor Morse x degan topamidim. Oğlum ovozunuz kelmoqda, mikrofonunuz yo'q. Voy. Ha, yaxshi savol bo'ldi, yaxshi savol. Men telefon kelib qolgan Fakat bir o'quvchim kompyuter bir masala hal qilaman deb telefon kelib ketgan to'q, men darsda deb uchirib yozib gap qilib qo'ygandim. Endi qaranglar. Forever mau rengi qarsoqlan bo'ldi. Rang bu Scratch'da rang qarab qilaymiz. Mana shu rangga o'xshayapti. Amaliyotda bu nima ko'rdi desanglar, men qaranglar. Mau set x degan x ni tangshayman. Nimaga? Mouse'ning koordinatini X koordinatı, yani mouse o'ng mang'an sari X eshitmaydi, so'ng mang'an sari X kichiklapmaydi. Mush X koordinatini sensin mishadan olma. Qani mouse sensin degan ichidan mouse'ning X'ni olma degan gap. Ya'ni erishma degan gap, get degan gap-chu. Erish. Shundan keyin mouse'ning koordinatini oldimi? Endi men to'piq kod yozildi. Bu ma kodni yezib bo'lgan bo'lishini to'xtanglar. Ma kodni yezib bo'ldinglar. Yezib bo'lgan. muallim set x diyor Morse x deganni topamadim. Papamiz sensin degan ichidagi mouse X meni mayadin chiqdi deyapti. Ha. Mana qilib bo'ldinglar. Buni qilib bo'lgan bo'lsang, endi men to'piq kod yozaman. To'pni kod back oddiy amaliyot. Shu to'p nima ish bo'ldi? To'p nima ish bo'ldi? To'p bunda bo'lsin. To'pga bir kod yozamiz. Bol deganga qaranglar. Line kod yozmasak ham bo'ldi. Bolga bundaq kod yozaylik. Control event degani chekirib, yeşil bayrağın bosqa vaqtda motion'ni masalan men mayaga qo'yib turaylik. Mayadan bir yerdan boshlasın va go to deb qaranglar tutib, avval to'p mayaga bir yerga olib qo'yiliblar. Mendiki men go to degan bossam va shu yerdagi shu koordinatni oldim. Bu tugasin, bu bunchalik bo'lib tursin. Endi nima ish qilamiz desak, mana qilsin. Undan keyin forever deganni chekiribchi, men motion degandan endi harakat qilsin. Nima ish qilsin? Muallim. Move 10 steps oldi qarab 10 qadam ol. Shikasak bulamda. To'xtab turing, taqma dars tugmadi. Endi move 10 steps. Endi men qarang. Birdan tugaydi. Move 10 steps oldi qarab mavzu. Endi if agar mayada forever ya motion deganning ichida ko'zim meni ko'rmayapti.
if on age 40 tegib qalsa, qaranglar. O'ng tegib, so'lga tegib, bunda bo'lgan bo'ldimi? Endi mayda topning directionsini qarang. Topning qaraydigan yo'nalishi, topning qaraydigan yo'nalishini bunda qilib qo'ysak qaranglarda. Top bunda ma'lum bo'ldi. Endi biz bunda tegib, tutmaning tegib qalsam, osmon sakrab chiqib ketadigan bo'lib qolsin. Endi buni qanday qilamiz? Bunda kod yozsak bo'ldi. Bu yerga kodni murakkablashtirmaslik uchun bu yerga bir narsani yozib beray. Endi forever to'xtamay takror qilib tursin. To'xtamay takror, ya'ni bo'lmasa bir qatim qilib tugab qoldi-ku. Endi keyin agar endi ishlatamiz. Agar yomg'ir yog'sa, kunlikni ochma, to'nlab ketsam, qalin chapan kiyma, aptap talab ketsam, morojeniya yema degandek-ku. Endi men senson deganning uchun tegib qolsa, touching men aparsizlar, endi touching nimada, men nima tegib qolsa, paddle yeshil narsaga tegib qolsa, nima bo'lsin? Shundan keyin men yo'nalishni turn deganda 180 gradus deb qo'ysak bo'ldi, qaranglar. 180 gradus deb qo'ysak. Muallim. Ha? If on edge bunch degan topmiz. Mo rangga qarsak bo'ldi. Motion degandan uchun chiqdi. Rangga qarsak men qaranglar. If on edge. Ko'rdinglarmi? Shundan keyin bizning bu o'yinimiz tugadi degan gap. Endi buni bir tal numeradan qilib qo'ydik, necha qilib qo'ydik, qaranglar. Endi buni numeradan qilib qo'ydik. Score deylik, nima deb qo'ysak bo'ldi, men qaranglar, score. Deb bir tal variabledan birini qo'yib, endi bu shu top paddle tegib qolgan vaqtda score'ni mana bo'lsin, qaranglar. Normalda score'ning variablesi 0 holatda boshlasin. Andikin score bu şey tegib qolsa, birini oshirib maqson desakli bo'ldi, qaranglar. 1 2 3 tezimka 4 5 endi qarang, texman 10 deganni 100 qadam deylar. Endi yechib bo'lamay, qaranglar. O't. Muallim paddlening kodini ko'rsatib qo'ysangiz, Paddle'ning kodi mana. Bakasam ekan. Endi bolg'i line yozsam bo'ldi, lekin bolg'i yozaylik. Qo'poldingizmi? yo'qdi. Muallim, men bir narsa xato qilib qo'ydim. Bu yerga ma'mayotdi, yon taraflarga urilyapti faqat. Kim o şeyde so'radingizmi? Bu nimda? Uyuq bir ta isib qo'yib beringlar, bal nimda deyli buni? Among Us. Jim turmaydigan top deyli. Jim turmaydigan top deyli. Endi ben qo'poldingmi? Paddle'ni kodini yozib qo'ydingmi? Paddle'ni kodini yozib qo'ysangiz. Oh, qiziq o'yin tugaydi. Muallim, mening topamga skop kamlardi. Ben sizniki javob. Muallim topam astromaz yanıqlam tegib turdi. Top deyim, endi Osman qaranglar, bir narsama top komandaq bir kod yozing. Topning nima direction, where is direction. Change in direction, point in direction. Ben qaranglar, point in direction. Başka direction var mı, yok mu? Başka direction yok, ha? Başka direction yok olsa qaranglar, point in direction mani 135 gradus qilib qo'yilmasin. Wait, hareketlenmeydi olur. Ben uluvasıda hareketlendi. Ben 100 deganni 10 deyli. Adir bu o'yin level bekitkili ol texi murakkab ishlan qilibchi. Endi top text buluq ovoz chiqgan qilaylik. Buni sound stilini qaranglar. Voy. Ovoz chiqgan qilaylik. Bundan o. Muallim, skop kamlar tutdi. Score'ni keldi. Score nimish kelmaydi, ma touching paddle, mayani paddle'ni tanlasın bo'ldi. Siz mayani tanlamagansiz. Score'ni display qilmasa bo'lmaydi. Andikin score'ni display qilsa bo'lmaydimi, qilmasa bo'lmaydimi?
Men display Ya qildim. normalde Misal display bo'lib chiqadi, normalde o'z display bo'lib chiqadi. Andikin set emas, ma change maya qaranglar, nurg'unlarga set qilib qo'yishing mumkin emas skorni. Ma skor tug'ilgan vaqtda, o'yin boshlangan vaqtda set bo'ldi. Ma o'ynash jarayonida change bo'ldi. Misha asosliq chiqqan xatoliklar sizlar. Misha. Gerçek kullandı. Endi Mount pedal tugul. Endi qizil yak tegib kelsa, nima bo'lgan bo'lish kerak? Qizil yak tegib kelsa, numur aziydan qilaylik. Endi qizil yak tegib kelsa deganda, yana bir tal qizilga yozsam bo'ldi. Line yozaylimi yoki bolga yozaylimi? Line yozaylimi, bolga yozaylimi? Muallim kızıl yazaylı. Qizilga yozaylik. Qizilni ko'ngli yerim bo'lib qolsin. Qizilga yozaylik, qizilsizlikqa. Yeşil bayroqni bosgan vaqtda to'xtib va atrofni mundoq quloqni ichib, buni tutib anglaydi. Chunki nima shu oldu? Eğer undaq bo'lsa, agar manga top tegib ketib qolsa, top tegib ketib qolsa, bu his qilish oldu. Touching deymiz unda biz. Touching degandan meyadan qaranglar. Mouse pointerni qilib, nim tegib qolsa, ball tegib ketib qolsa, unda bo'lsa, o'yinni nima ish qilamiz? Stop all qilamiz. Stop all tugadan qaranglar. Qaranglar. Tugadi mana. Endi ekin o'yinimiz tugadi, darsimiz shart tugadi. Libaydagi bolalar kirganmiz. Bo'ldi, biz nima qiladigan bolalardan danışsak bo'ladi. O'yinimiz tugadi, ham rekordni shart to'xtatib turaymi yoki boshqa savollar bormi? Muallim. Mening uyma 9 lik bosgan chaqda tegan chaqda hech qanday skor yo'qlar ketmayapti. Top qizil ekraningizni ko'rib boqaydimi? Muallim. Muallim. O Maviyanni nima pedal o'yinni seshanba kuni Python darsida qilaylikmi? Ma'qul. Lekin men seshanba safar bo'lib qolganligim uchun darsni tamom qildim. Uni boshqa bir kunga tashlaymiz. Muallim ekrani paylaşamaz. Ma'qul. Kim Mujtaba sordimi? Muallim mena shu qizilak degan chaqda Merve dedimi? Merve degan Nurdinmi siz? Nurdin. Ekraningizni o'rtoqlashing. Ustoz ders tugdimi ya bir narsa Ders tugadi, ayrılsanlar bo'ldi. Qolgan bolalar bilan biz davomli savol javob shaklida ko'rinadi. Sizlarga rahmat. Nima ish bo'ldi? Qanday tushib qoldi? Stop, nima tegib qoldi? Ekraningizni cho'ngaytiring, ammo nimani qo'shish belgisini bersa, kodlaringizni cho'ngaytiring, men yaxshi ko'raman. Muallim. Mani besib cho'ngaytiring. Texim cho'ngaytiring. Nima tegib qolsa, bolg tegib qolsa, stop all qilasiz. Bo'ldi, tugadi. Mesela tekse Uyak teksa, o'yin tugaydi, tugadi. muallim skor 32 qoldi. Skor 32 qatim qila olibsiz. Start bilan qaydan yeşil bayroqni bessang, yeşil bayroqni bessang 0 deb boshlash kerak. To'xta, unda bol deganda biz topni bessang, topni kodini bessang, bir yana xato qilib qo'yibsiz qaraganda. Boshqa egalsa, o'yin boshlangan vaqtda skorni qanday holatda boshlash kerak? 0 holatda boshlash kerak. Unda buni o'zingiz qiling. O'yin boshlangan vaqtda skorni 0 holatda boshlash kerak. Tushuningizmi gapimni? Muallim. Ben line'ın kodunu yazamadım da. Line kodini. Endi to'xta. Nurdan siz bir shikkatim o'ynab numeralang. Muallim benim line'ın kodunu bir yalam kalkanta ajne. Nurda ekran. Unda men o'zimni ekranni qayta o'rtoqlasha yo'qdir topshiriq yo'q. Topshiriq ayrim uqtirildi. Topshiriq bormi? Scratch'dagi bir qancha o'yinni o'zinglar to'g'ridan izlab yasab ko'rib kelsang bo'ldi. Men ekran line kod, nimaning kodini dedinglar? Qaysini kodini yozamdim dedinglar? Line kodi bek asamini. Agar shu top, mengayotgan top nima tegib qolsa, ya'ni qizil siziq tegib qolsa, o'yin to'xtaydi. Endi buni mana o'xshash boshlash ekranini qilib eslamaymiz, lekin unga jiqroq vaqt ketdi. 1 soat vaqt ketib qolishi mumkin, shu bu dars qilib bo'lmaydi. Ben muallim bugün Scratch dersiga o'xshab qoldi bu. Scratch dersi. Albatta Arduino dersi. Arduino dersi, Tinkercad
derslikka bağlamak istedim de, lekin tenköke Hoş. ma'qul. Ders tugdimi? Aldi burun tugab bo'ladi, savol javob shaklida davom qiladimiz. Muallim rahmat Rahmat. Rahmat muallim. Alhamdulillah. Sizlarga rahmat. Hammaga rahmat. Ha? Topşırık yok mu? Topshiriq ayrimi uqtirildi. Topşırık yok mu? Topshiriq ayrimi uqtirildi. Unda hozir men video nemini to'xtatib. Biz topşırıkni nereden ko'rib olsak bo'ldi? Bu Topshiriq to'rtga WhatsApp gruppasida bo'ldi. Videoni mana shu to'xtatib turib, aniq savol javobni qayta qilaylik.